Mana bizda yana qiziq savol. Doktor, faqat quyoshda yuraman, lekin vitamin D'im 6 chiqdi. Normada biz aytamiz 30 dan 50 gacha yoki 50 dan 100 gacha degan normalarimiz bor. Vitamin D bitta joyi bor. Mana hozir men ular bilan gaplashib yozdim. Rangingiz qanaqa deganimda qoracha bug'doy rangdagi ayolman deb yozdilar. Sizga vitamin D ni kirishi ancha qiyin va ularda bug'doy ranglarda vitamin D quyoshdan olish juda qiyin bo'ladi va ularga albatta og'iz orqali kirgizish kerak deyiladi. O'sha uchun ham shunga ham e'tibor qilish kerak. Men quyoshda yuribman, menda vitamin D ko'p degan hatto fikrlarda yurmang. Albatta agar sizdagi vitamin D ni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta analiz topshiring. Analizdagi normaga qarab aniq aytsa bo'ladi. Tashqaridagi faktorlarga qarab vitamin D ni bilish juda ham qiyindir. Chunki hozirgi kunda hatto saratonning ham kelib chiqishiga vitamin D tanqisligi kelib chiqyapti. Har bitta kasallikning asosida vitamin D har kun bitta olim paq yangilik aytib beryapti. Mana bu uchun vitamin D kamligi uchun mana bu narsa bo'ldi deb. Har doim e'tiborsiz bo'lmang. Organizmda vitamin D qanchaligini tekshirtirib turing.